Salom qizlarjonlar, razrixli tillarsiz biskvit tayyorlaymiz. Bu biskvitni sirini oxirida ko'rsatib aytib o'tganman. 10 ta tuxumni oqidan sarig'ini ajratib, yaxshilab mikser qilib olamiz va tayyorlab olgan 10 qoshiq shakarimizni bir qoshiqdan solib aralashtiramiz. Ketidan tuxum sariqlarini solib chiqamiz bittadan. Qizlarjonlar, mana idishim nega aylanyapti? Bilganlar kommentariyaga yozib yuboringlar. Qo'lim bilan aylantirmayapman. Bittasida tuxum turibdi, bittasida mikser turibdi. Qizlarjonlar, mikserni shu yergacha ishlatamiz. Bo'ldi, boshqa ishlatmaymiz. Tayyorlab olgan 10 qoshiq unimizni vinchka yordamida asta-sekinlik bilan aralashtirib olamiz. Agar unni ham mikserda aralashtiradigan bo'lsak, xamirimiz o'tirib qoladi. Va buni istalgan qolipga quyib, 120 gradusda 40 minut davomida pishirib olamiz. Mani xamirim ortib qolganida, qolganiga xuddi un solgandek vinchik bilan kakaoni aralashtirdim. Va uni uzun marketdan olgan qoliplarimga quyib chiqdim. Agar biskvitlarni shu usulda pishirsangiz, bittada o'xshab chiqadi. Umuman o'tirib qolmaydi xamirlar. Mana asosiy xamirimiz ham tayyor bo'ldi. Buni ozgina sovutib, xohlagan turingizga solishingiz mumkin va xohlagan kremingiz bilan bezatishingiz mumkin. Aytgancha, tuxum sarig'idan ajratayotganda tuxumni shu joyini sarig'iga emas, oqiga qo'shib ko'pirtirsangiz, idealniy biskvit chiqadi.